Raketa tezligida uchib sotilayotgan ushbu Hermeslarimizdan yana keldi qizlar. Tabriklasam bo'ladi sizlarni, chunki yana paftor olib keldik. Bemalol do'konimizga kelib, kiyib ko'rib, eng chiroyli o'zingizga yoqqan rasvetkalarni olib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yoq tarafdan oyog'ingizga moslavasanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu yoq tarafda shunaqa Hermes yozuvlari tushirilgan variantlari ham bor. Ichlari ham o'ymali qilib yozilgan qizlar. Bular Pekin fabrichini ishlab chiqarish emas, adashtirmanglar, ishlab chiqarish bilan. Pekinniki rasvetkalari qaranglar, qanaqa chiroyli. Ivory deysizlarmi, jigaring qora deysizlarmi, ivoryni o'zi deysizlarmi, mana. Ko'ryapsizlarmi, har xil rasvetkalar bor. Razmerlari 36 dan 40 gacha. Homiladorligi ham zo'r. Oyog'i ishgan bo'ladi, homiladorlari yumshoq, объемli, подъемli oyoq kiyimli kerak bo'ladi-ku. Mana, zo'r qizlar. Nozik oyoqli qizlarimizga ham rosa yarashadi. Yosh bolalar bo'lsa ham bemalol juda ham qo'l kiyib ketaverasizlar. O'rta yoshli opalarimizga ham rosa yoqyapti, yopib ketishyapti. Sizlar ham tezda kelib olinglar.